Va'da berdimi? Bajaradi. Svet o'chib qoluvdi. Biqini olib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizda turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Ha? Mana srokka bitkizib beraman dedimi nemis? Mashinangizni. O'sha srokka bitkizib beradi-chi u. Lekin u realniy vaqtda aytadi, 3 kunda bo'ladigan narsani 3 kunda, bo'lib kechgacha qilib qo'yamiz demaydi. Chunki u gapirgan gapiga javob berish kerak edi, o'shuning uchun o'ylab gapiradi. Ha bo'ldi-da 3 kunda qilib qo'yamiz deydi. Ustalar. Bu mashina ustasi bo'ladimi, elektrik bo'ladimi, oddelka qiladigan bo'ladimi? Juda ham kam aytgan vaqtdagi ishini bajarib beradiganlar. To'g'rimi? Inesi, o'sha bergan ahdingizda turmasangiz, ahdingizga vafo qilmasangiz, omonatni ado qilmasangiz, topayotgan pulingizdan barakam ketib